بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: kim Alloh va rasulini yaxshi ko'rishligini bilmoqchi bo'lsa, qarasin. Agar Qur'onni yaxshi ko'rsa, u Alloh va rasuli sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radi dedilar. Alloh taolo hammalarimizni Qur'onni yaxshi ko'ruvchilardan qilsin. Bugungi darsimiz sukunli mim qoidasidir. O'tgan darslarimizda aytgan edikki, ikki harf yonma-yon kelganda ayrim o'zgarishga sabab bo'ladigan harflar bor. Shulardan biri sukunli nun deb o'tgan darslarimizda sukunli nun va tanvinning 4 ta qoidasini o'tgan edik. Ana o'shanday harflardan yana biri sukunli mimdir. Sukunli mim o'zidan kelgan 28 ta harfga yo'liqishi mumkin. Alif bundan mustasno. Uni aytib o'tgan edik. Ya'ni alif doimo oldi fathali bo'ladi. Hech qachon oldi sukun bo'lmaydi. Shuning uchun oldida sukunli mim kelishligi mumkin emas. Alifdan tashqari 28 ta harfga yo'liqish ehtimoli bor mimning. Ana shu yo'liqqanda sukunli mimda 3 ta holat mavjud. Ya'ni sukunli mim qoidasida 3 ta qoida mavjud. Ularning birinchisi idg'om mislayn. Ayrim joylarda g'unnalik deb uni ham qo'shib g'unnalik idg'om mislayn ham deyiladi. Yana biri ixfo shafaviy va oxirgisi izhor shafaviydir. Ya'ni sukunli mim shu 28 ta harfga qo'shib yo'liqqanda yoki mim keyingi harfga kirishib ketadi, yoki ixfo qilib o'qilinadi, yoki aniq bildirilib o'qiladi. Sukunli mim qaysi harfga yo'liqqanda kirg'izib idg'om qilib yuboriladi. Demak, bugungi darsimizning birinchi darsi sukunli mim qoidasida idg'om mislayndir. Idg'omni ta'rifini o'tgan edik. Bir harfni ikkinchi harfga kirg'izishlik idg'om deyilar edi. Shu ma'noda sukunli mim o'zidan kelgan, o'ziga o'xshash demak mim harfi kelganda bu birinchi sukunli mimni keyingi kelgan harakatli mimga kirg'izib dimoq bilan o'qilinadi. Mana shunga idg'om mislayn deyiladi. Masalan, lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Mana shu misolda lakum alohida, ma alohidadir. Ya'ni lakum degan mim sukunli bo'lib, ma degan fathali mimga yo'liqdi. Shu holatda bu birinchi mimni keyingi mimga idg'om qilib, g'unnali degani mana shu ma'noda birpas ushlab turiladi. Lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum deyilmaydi. Yoki g'unnasiz qo'yib lakum ma kasabtum deb tez ham o'tib ketilmaydi. Lakum ma kasabtum deb talaffuz qilinadi. G'unnalik idg'om mislayn deb nimaga bunday nomlandi? Chunki g'unnalik deganimizga mimda sifatlar bobida aytib o'tganmiz. Doim aytib kelamiz buni. Ajralmas sifati bo'lgan g'unna sifati bor mimda. Ana shu g'unna qolganligi uchun, ya'ni mimga kirib ketgan holatda ham g'unna sifati qolganligi uchun o'sha ikki harakat muddatida o'sha sifatini ushlab turgan holatda o'tilinadi. Shuning uchun g'unnali idg'om mislayn deyildi. Idg'om deyilishiga sabab, demak, bu birinchi mim sukunli bo'lib, keyingi harakatli bo'lganligi uchun kirib ketildi. Mislayn deganligi esa misldan olingan, ya'ni ikkita o'xshash, ikkita bir xil, ya'ni sifatda ham mahrajda ham bir bo'lgan ikkita mim bir xil harf bir-biriga yo'liqqanligi uchun mislayn deb nomlandi. Ya'ni ikkita o'xshash harf bir-biriga yo'liqdi va idg'om qilindi hamda g'unna bilan o'qildi degan ma'noda. G'unnalik idg'om mislayn. Buni yana ham esda olib qolishlik uchun
doskaga murojaat qilamiz. Sukunli mim qoidasi. Mana sukunli mim nima? Harakatsiz mim. Masalan, lam. Mana shu yerda mim sukunli bo'ldi. Lakum. Bu yerda ham mana sukunli. Alayhim kabi. Sukunli mimda nechta qoida bor? 3 ta. Qaysilar? Ixfo shafaviy, g'unnali idg'om mislayn va izhor shafaviydir. Mana bu ko'rinishdagi, demak, sukunli mim qoidasi 3 ga bo'lindi. Idg'om mislayn, ixfo shafaviy va izhor shafaviy. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. G'unnali idg'om mislayn nima? Idg'om nima? Mana hozir yuqorida ham aytib o'tdik. Buni sukunli nun qoidasida ham buni lug'aviy va istilohiy ma'nolari aytib o'tilgan. G'unnali idg'om mislayn nima? Sukunli mim harakatli mim harfiga yo'liqqanda sukunli mimni harakatli mimning ichiga kirg'izib dimoq bilan o'qish. Masalan, ja'akum minal haqq. Ja'akum minal haqq. Mana shu yerda kum degan mimni bir muddat ushlab turiladi. Idg'om degani yuqorida aytgan edik. Ikkita harfni bitta qilib tashdidli ko'rinishga, ya'ni bitta tashdidli harfga aylantirish degan edik. Mana mushafdagi imloviy ko'rinishi ham mana shunday. Birinchi mimning ustiga sukun qo'yilmaydi, ikkinchi mimning ustiga tashdid qilib qo'yilgan bo'ladi. Bu degani shu idg'om mislayn bor degani. Bunda endi kuzatilishi mumkin bo'lgan xatolar o'sha g'unnali qilmasdan tez o'tib ketib qolish holatlari uchrab turadi. Shundan ogoh bo'lishligimiz lozim. Ja'akum minal haqq deb ketish durust emas. Ikki harakat miqdorida ushlab turish lozim. Ja'akum minal haqq. Ikkinchi misolda ham fi qulubihim marad. Mana shu yerda mana deb bir muddat ushlab turiladi. G'unnali idg'om mislayn harfi nechta? Bitta mim harfi. Bu juda oson qoida, sukunli mim qoidalari. Idg'om mislaynda faqatgina mim harfi ishtirok etadi. Nimaga idg'om mislayn deb nomlandi? Ham sifatda, ham mahrajda bir xil bo'lgan ikki harf bir-biriga yo'liqqani uchun mislayn, ya'ni ikki o'xshash degan. Va birinchisi ikkinchisini ichiga kirgizilgani uchun idg'om, ya'ni kirgizish deb nomlandi. G'unnalik idg'om mislayn mana shu qoidadan iborat. Buning mushkul joyi yo'q, o'zlashtirib olish ham oson. Bittagina mim harfiga yo'liqqanda, demak, g'unnali idg'om mislayn qoidasi amalda bo'ladi. Sukunli mim qoidasidan ikkinchisi, demak, ixfo shafaviydir. Ixfo shafaviy nima? Ixfoni ham o'tgan darslarimizda aytib o'tgan edik. Yana bir eslab oladigan bo'lsak, demak, lug'aviy ma'nosi berkitish degani edi. Sukunli mim qoidasida ixfo shafaviy harfi bitta ba harfi hisoblanadi. Ya'ni sukunli mim b harfiga yo'liqqanda mimni, ya'ni b ning chiqadigan joyiga berkitib dimoq bilan o'qishlik ixfo shafaviydir. Masalan, tarmihim bihijarah. Tarmihim da sukunli mim, bihijarah undan keyin b harfi kelyapti. Mana shu yerda mimni b ni chiqadigan joyiga yashirish degani, mim ham b ham ikkalasini mahraji bitta sifatida farq qiladi. Ana shu mahrajchi o'z joyida qoladi, lekin o'sha ikki harakat miqdorida dimoqda ushlab turishligi mana shu ixfoga o'tadi. Tarmihim bihijarah. Nima uchun ixfo deyilgan? Chunki izhor bo'lganda tarmihim bihijarah bo'lsa izhor qilib o'tgan bo'lar edik. Idg'om bo'lishligi uchun tarmihib bihijarah bo'lishi kerak edi. U ham emas, bu ham emas. Demak, ikkalasini o'rtasida ixfo qoidasi qo'llanilib, tarmihim bihijarah deb talaffuz qilinadi. Shu xatolarga e'tibor berish lozim. Bunda ham xuddi idg'om mislaynga o'xshab tez o'tib ketib qolish holatlari uchrab turadi. Tez o'qiyotganda buni ham ikki harakat miqdorida ushlab turilsa, ana o'sha ixfo qilganligi hisoblanadi. Nima uchun shafaviy deb nomlandi? Chunki shafaviy degani labga oid degani.
labga tegishli, ya'ni mim ham, ba ham labga tegishli bo'lgan harflar bo'lganligi uchun shafaviy deb nomlandi. Demak, ixfo shafaviy faqatgina b harfidan iborat. Bu ham o'zlashtirishga qiyin bo'lmagan qoida. Bir doskaga qarab oladigan bo'lsak, misollarim bilan yanada yaqqol tushunib olamiz. Ixfo shafaviy. Ixfo shafaviy nima? Demak, ixfoning ta'rifi sukunli nun qoidasida o'tdi. Ixfo shafaviy sukunli mim b harfiga yo'liqqanda mimni ba'ning chiqadigan joyiga berkitib dimoq bilan talaffuz qilish. Masalan, tarmihim bihijarah wa hum bil akhirah wa hum bi. Ana shunday ushlab turiladi. Ixfo shafaviy harfi nechta? Bitta ba harfi. Nima uchun ixfo shafaviy deb nomlandi? Ixfo izhor bilan idg'om o'rtasidagi holat. Buni aytib o'tgan edik. Bunda izhor ham, idg'om ham qilinmagani uchun ixfo ikki harf ham, ya'ni mim va ba harflari labdan chiqqani uchun shafaviy, ya'ni labga tegishli deb nomlandi. Mana shu, demak, ixfo shafaviy qoidasidir. Keyingi darsimiz, keyingi qoida, demak, idg'om mislaynni o'tdik, ixfo shafaviyni o'tdik, izhor shafaviydir. Demak, 28 ta harfga yo'liqadi dedik. Ulardan ikkitasi o'tdi. Birinchisi mim, ikkinchisi ba harfi. Mana shu harflarni eslab qolsak kifoya. Bundan boshqa qolgan 26 ta harfning barchasida mim izhor qilib, ya'ni odatda qanday talaffuz qilinsa, hech qanday o'zgarishsiz o'shanday talaffuz qilib o'tiladi. Izhor degani sukunli nun qoidasida buni o'tgan edik. Ya'ni bildirib o'qish degani mimni o'sha keyingi harfga 26 ta harfga yo'liqqanda bildirib o'qiymiz. Shafaviy degani shu mim harfimiz labga oid bo'lganligi uchun labga tegishli deb shafaviy deb nomlandi. Buni berishligiga sabab o'sha sukunli nundagi izhor qoidasi bilan chalkashib iltibos paydo bo'lmasligi uchun shafaviy degan nomni istilohi qo'shib qo'yilgan. Masalan, izhor shafaviyga zalikum khayr, zalikum degan mim sukunli, undan keyin khayr degan xo keldi. Demak, mim bilan ba harfidan boshqa harf bu. Shu holatda mimni aniq bildirib, odatiy holatda qanday o'qilsa, ana shunday talaffuz qilinadi. Zalikum khayr. Bu yerda aytib o'tish lozim bo'lgan xatolar uchrab turadi. Shuni bilib olishligimiz kerak. Izhor qilishim kerak ekan deb mubolag'a bilan zalikum khayr deb o'tib ketish ham yaramaydi. Ya'ni zalikum khayr bo'lsa, g'unnasi butunlay yo'q bo'lib qoladi. G'unnasini ziyoda qilmagan holatda asli sifatda qanday talaffuz qilinsa, ana o'shanday g'unnani bir muddat bildirib o'tish kerak. Zalikum khayr. Agar zalikum khayr desak, unda noto'g'ri talaffuz qilinyapti, idg'om yoki ixfo qilib qo'yilyapti deyishlik mumkin. Lekin izhor qilishim kerak ekan deb zalikum khayr deyish durust emas. Va yana qalqala qilib qo'yish ham ehtimoli bor. Mimni yaxshilab bildirib o'tishim kerak ekan deb zalikum khayr deyish holatlari uchrab turadi. Zalikum yo'q, zalikum khayr. Doskaga qaraydigan bo'lsak, izhor shafaviy nima? Sukunli mim va ba harflaridan boshqa harflardan qaysi biriga yo'liqsa, mimni bildirib o'qish. Ya'ni 26 ta harfdan qaysi biriga yo'liqqanda mim aniq bildirib o'qilinadi. Masalan, am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Ana shunday talaffuz qilinadi. Am lam tunzirhum deb ham o'tib ketilmaydi. Am lam tun ham deyilmaydi. Am lam tunzirhum zalikum khayr alayhim wala. Izhor shafaviy harflari nechta? Yuqorida o'tgan mim va ba dan tashqari qolgan 26 ta harf
izhor shafaviy harflaridir. Nima uchun shafaviy labga tegishli deb nomlandi? Mim harfining mahraji lab bo'lgani uchun izhor shafaviy deb nomlandi. Hop, bu yerda muhim eslatma bor. Birinchisi, nun va mimni izhor qilayotganda ulardagi asli sifat bo'lmish g'unnani butunlay yo'q qilib qo'yish ham mumkin emas. Buni aytib o'tdik. Masalan, hozir aytganimizdek, am lam tunzirhumda amalama tun deb qalqala qilib o'tib ketish ham joiz emas. Am lam tunzirhum deyish ham mumkin emas. Am lam tunzirhum hum deb bir muddat bildirish lozim bo'ladi. Ikkinchi muhim tanbehlardan biri sukunli mim, vav va fa harflariga yo'liqqanda ogoh bo'lish lozim. Chunki mim bilan vovning mahraji bir, mim bilan faning mahraji bir-biriga juda yaqin bo'lgani bois labi to'la yumilmasdan u ikki harfning ichiga kirib ketish ehtimoli kuchayadi. Ya'ni bu haqda Imom Jazari ham va azhiranha 'inda baqil ahrufi wahzar lada wawin wa fa an takhtafi deb marhamat qilganlar. Qolgan harflarga yo'liqqanda mimni bildirgan, izhor qilib o'qigan. Wahzar lada wawin wa fa an takhtafi. Vav bilan fa ga yo'liqqanda esa bekilib qolishdan, ixfoga o'xshab qolishligidan ehtiyot bo'lgan, ogoh bo'lgan deb marhamat qilganlar. Sulaymon Jamzuri ham xuddi mana shu ma'noda wahzar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi deb marhamat qilganlar. Albatta muhim bo'lganligi uchun hamma ulamolar alohida e'tibor qaratganlar. Bunga masalan misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, mana Oyatul Kursiyda masalan ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a degan oyat mavjud. Mana shu yerda sukunli mim o'zidan keyin mana vav harfi kelmoqda. Mim bilan vovning mahraji bitta, ikkalasi ham labdan chiqadi. Mahraji bir bo'lganligi uchun bu mimni to'la aytmasdan vovga labimiz o'tib ketish holati uchrab turadi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bu talaffuz qilinib qolishi mumkin. Wa ma khalfahum wa la yuhituna. Khalfahum emas, khalfahum wa la bu uchrab turadi bu holatlar. Yoki mana fa ga yo'liqqanida fa ham mahrajda mimga juda yaqin, chunki fa ham pastki labimizdan va labimizga yaqin bo'lgan tepa tishimizdan chiqadi. Hum fiha bo'lib qoladi. Hum fiha. Hum fiha emas, hum fiha bo'lib talaffuz qilinib qoladi. Buni mana og'izda ko'rsatib beradigan bo'lsak ham hum fiha bo'lish ehtimoli bor. Hum fiha emas, ana hum fiha. Hum fiha. Hum deb mimni o'z mahrajida va yana bu yerda yana kuzatiladigan xato hadagi zammani aytgan holatimizda labimizni qolib ketishligi ham ana hum fiha bo'lsa ham xato hisoblanadi. Hum deb mimga labimiz qaytib olib, keyin f ni talaffuz qilishligi kerak. Hum fiha bo'lsa bo'lmaydi. Yana ko'pchilik bilgan surada misol aytadigan bo'lsak, o'zimiz yodlagan, mana hammamiz yodlagan Fotiha surasida g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin alayhim vala kalimalari bor. Shu yerda tez o'qiganda yoki e'tiborsiz bilan o'qilganda alayhim valaddallin, g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin, alayhim vala bo'lish ehtimoli bor. Chunki mimni mahraji vovniki bilan bitta. Shu holatda alayhim deb to'la aytib olib, keyin valaga o'tish kerak. Alayhim vala. Lekin yuqorida aytganimizdek, shundan ogoh bo'lish kerak. Bu yerda yaxshi bildirish kerak ekan deb alayhim vala deb ham o'tilmaydi. Alayhim vala yoki alayhima vala meni qalqala qilib ham o'tilmaydi. Alayhima vala deb. Alayhim vala
alayhim va la deb talaffuz qilinadi. Demak, bugungi qoidamiz mana shulardan iborat. Sukunli mim qoidasi qiyin qoida emas. Demak, bitta mim harfiga yo'liqqanda o'rnali idg'om mislayn bo'lib, u mimning ichiga kirg'izib o'qilinadi. Ikkinchisi ixfo shafaviy bo'lib, bitta b harfiga yo'liqqanda mimni b-ni o'sha chiqadigan joyga yashirib, ikki harakat miqdorida ushlagan holatda, ya'ni dimoq bilan ushlab turgan holatda o'tilinadi. Qolgan barcha harflarga yo'liqqanda qanday holatda talaffuz qilingan bo'lsa mim, ana o'shanday talaffuz qilinadi. Bugungi amaliy ilmiy darsimiz mana shundan iborat. Darsimizning ikkinchi qismi, demak, amaliy qismiga o'tgan darsimizda qof harfini talaffuzini va maxrajlarini o'tgan edik. Bugungi darsimiz shin harfidan davom etamiz. Shin. Shning maxraji tilimizning o'rtasi va yuqori ro'parasidagi tangli orasidan sirg'alish bilan chiqadi. Bizning tildagi shdan sal boshqacharoq. O'zbek tilimizda sh tilimizning uchiga yaqinroq joydan sh bo'lib chiqadi. Sh. Bu ash sal orqaroqda, ya'ni tilimizning o'rtasidan talaffuz qilinadi. Sh, shi, shu, rosh. Rosh bu yerda shni raxova sifatiga ega sifatlar bobida o'tgan edik, sirg'aluvchi. Shuning uchun bir muddat sirg'alib turishligi kerak maxrajida va ayni paytda rosh deb to'xtab qolsak xato hisoblanadi. Rosh bemalol talaffuz qilishlik kerak bo'ladi va roshi deb qalqala qilib qo'yishlik ham to'g'ri kelmaydi. Bush. Yana shunga e'tibor berish lozim. Maxraji tilning o'rtasidan ekan deb yo'g'on qilib qo'yish holati ham uchrab turadi. Shundan ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bush, shi deb talaffuz qilinmaydi. Oddiy ingichka, ya'ni istifola sifati ham bor buni. Ingichka holatda talaffuz qilinadi, faqat o'sha tilimizning o'rtasidan chiqadi. Bush va tafashshi degan sifati bor. Yaxshilab fishillasa shuncha go'zal chiqadi. Va shina minash shaytoni deb marhamat qilganlar qiroat ulamolari. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim degan ash-shaytondagi shini yaxshilab fishillatsang go'zal chiqadi degan ma'noda va shina minash shaytoni deb marhamat qilishgan. Sharr bu yerda demak r tafhim, ya'ni yo'g'on o'qiladi. Oldi fatha bo'lganligi uchun shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Lekin uni yo'g'on qilaman deb shor deyilmaydi va ayni paytda shani ingichka qilishim kerak deb shar deb ham r ham ingichka bo'lib qolmaydi. Sharo bo'lib qalqala ham qilib qo'ymaslik lozim. Sharo yo'q, shar. Shaqo. Qofni o'tgan darsda o'tuvdik. Yo'g'on talaffuz qilinadi qalqala bilan. Shaqo. Sham mimning bayniya va g'unna sifatini bildirish lozim. Sham bo'lmaydi. Shami bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Sham. Shak kaning shadda va hams degan sifatini bildirish lozim. Shak ham qattiq uriladi, ham havo chiqadi. Bishru. Roni yo'g'on qilamiz. Shni sirg'altirishimiz kerak. Bishru deb talaffuz qilinmaydi. Bishru yoki bisharu ham deyilmaydi. Bishru. Shirbu. Bu yerda r ingichka qilamiz, oldi kasra bo'lganligi uchun. Shirabu deb qalqala ham qilinmaydi yoki shir bu ham bo'lmaydi. Shir rni bayniya hamda jarang sifatini bildirib o'tish lozim. Shirbu. Shahru. Bu yerda h ga e'tibor qaratamiz ko'proq, chunki h da sirg'aluvchi sifat bor. Shah bir muddat sirg'alish kerak. Shahru. Shahru ham bo'lmaydi, shahru ham bo'lmaydi. Shahru. Nashru. Shinni sirg'altiramiz. Nashru.
Shukru. Kga, roga e'tibor beramiz. Kni shaddasi, roni yo'g'onligi. Shukru. Shurbu. Bu yerda ham r yo'g'on. Shurbu. R ni yo'g'onligidan keyin b ham yo'g'on bo'lib qolmaslik lozim, shunga e'tibor qaratamiz. Shurbu bo'lmaydi, shurbu ingichka talaffuz qilinadi. Mashrobi. Shinni sirg'altiramiz. Mashrobi. B ni qalqala qilamiz. Mashribi. Bu yerda ham xuddi shunday. Mashriqo. Shinni sirg'altiramiz, qofning qalqalasiga e'tibor qaratamiz. Mashriqo. Mushtahir. Shinni sirg'altiramiz, tafashshisiga e'tibor qaratamiz va r ni ingichka qilamiz. Mushtahir ham bo'lmaydi, harakatlarga ham e'tibor berishligimiz lozim. Mushtahir. Mushtarak. Mushtarak. Ishtahara. Ishtahara. Shinni sirg'altiramiz va harakatlarga e'tibor qaratamiz. Ro fathali bo'lganligi uchun yo'g'on. Yashtahiru. Yashtahiru. Ibran shaqa. Ibran shaqa. Bu demak nazariy jihatdan o'zlashtirgan o'quvchilar uchun nunni shega yo'liqqanda ixfo qoidasi bor deb aytib o'tgan edik. Shinning chiqadigan joyiga n ni yashirishimiz kerak bo'ladi. Ibron bo'lib ng ga ketib qolish kerak emas, sh ni mahrajida turish kerak. Lekin buni nazariy jihatdan o'zlashtirmaganlar bu yerda bu Qur'on bo'lmaganligi uchun ibron shaqo deb nunni bildirib o'tsalar ham bo'laveradi. Ayni paytda ba ni qalqalasiga ham, ro ni yo'g'onligiga ham e'tibor qaratamiz. Ibron shaqo. Yabron shiqu. Yabron shiqu. Yoki ixfo qilib o'qiydigan bo'lsak, yabron shiqu. Yabron shiqu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Sha, shi, shu. Rosh, bush, shar, shaqo, sham, shak, bishru, shirbu, shahru, nashru, shukru, shurbu, mashrab, mashrib, mashriq, mushtahir, mushtarak, ishtahara, yashtahiru, ibran shaqa, yabran shiqu. Keyingi harfimiz sin harfi. Sinning mahraji pastga tishimiz orqasi bilan tilimizning uchi, ya'ni tilimizning uchi pastga tishimiz orqasida turadi, havo esa tepadan aylanib mana bu qismdan aylanib o'tadi. Sofir degan sifati bor, yaxshilab fissillab o'tishligi kerak. U sofir degan sifatlarni keyingi darslarimizda o'tamiz. Bu yerda ikkita harf berib qo'yilganligi sin bilan zaning mahraji bitta mana shu ko'rinishda bo'ladi. Faqat sifatlarida farq qiladi. Buni sifatlar bobida aytib o'tganmiz. Sa, si, su. Buni talaffuz qilish oson, chunki o'zimiznikiga juda yaqin. Faqat harakatlarga e'tibor qaratamiz. Zuda o'tganimizdek, bu yerda ham su sinni aytmasdan turib zammaga o'tib olmaymiz. Su bo'lib oxirida ko'rsatib beraman labdagi harakatini. S-ni o'z mahrajida aytib olgandan so'ng zammaga chiqishi kerak labimiz. Su. Bas. Bunda ham rahova, ya'ni sirg'aluvchi sifat bor. Bir muddat sirg'alib turish kerak mahrajda. Bas bo'p talaffuz qilinmaydi.
yoki basi bo'lib qalqala ham bo'lmaydi, chunki bu qalqala harflardan emas. Bas, sam, mimning bayniga va g'unnasiga e'tibor beramiz. Sam, sir, rning ingichkaligiga e'tibor qaratamiz. Sir, sin, nunning bayniga va g'unnasi bilinishi lozim. Sina bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Sin deb ham talaffuz qilinmaydi. Sin, ayni paytda bayni ham bildirishim kerak deb sin deb ham ushlab turilmaydi. Unda rohavani muddatiga o'tib ketib qolgan bo'ladi. Sin, sil, bu ham xuddi shunday. Lin, umar harflari aytib o'tgan edik sifatlar bobida bayniyasini bildirish lozim. Sil, faqat sila bo'lib qalqala bo'lib qolmasin, hamda sil ham bo'lib qolmasligi lozim. Safar, safar, roning yo'g'onligiga e'tibor qaratamiz. Yo'g'on qilaman deb labimizni zamma qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lish lozim. Ayni paytda roni tafxim qilaman deb fdan boshlamaslik kerak. Safar bo'lmaydi. Safar, fni ingichka qilaman deb safar deb ham talaffuz qilinmaydi. Safar yo'q. Safar, saqor, bu yerda qof yo'g'on bo'lganligi uchun bu yerda qof ham ro ham tafxim bo'ladi. Saqor, roda bayniya bor, saqor bo'lib to'xtab ham qolishi kerak emas. Sabaqo, sabaqo, qalqalaga e'tibor qaratamiz. Salaf, fda sirg'aluvchi sifat mavjud. Salaf, shuni bildirib qo'yish kerak. Salaf deb to'xtab ham qolmaydi. Salafi bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Samak, samak, kalarga e'tibor beramiz. Faros, sinnin sirg'aluvchi ekanligiga e'tibor qaratamiz. Faros, maslak, maslak, sinni sofir sifatiga va sirg'aluvchi sifatiga e'tibor qaratamiz. Chunki bu muhim. Fotiha surasida kuzatiladigan xatolardan shu ihdinas siratal mustaqim deganda mustaqim deb o'tib ketish holatlari uchrab turadi. Mustaqim, mustaqim, sinnin shu sirg'aluvchi sifati o'sha yerda ham amal qilishligi lozim. Mustaqim, maslak, maskan, maskan, maskan bo'lib o'qilmaydi yoki masakan ham bo'lmaydi. Maskan, nunda ham bayniyaligini bildirish lozim. Maskan ham bo'lmaydi, maskani ham bo'lmaydi. Maskan, muslim, bu yerda ham xuddi shu tanbihotlar. Musrif, sin ham fa ham sirg'aluvchi, muddati ham bir xil talaffuz qilinadi. Musrif ham bo'lmaydi, musrif ham bo'lmaydi. Ikkalovi ham muddati bir xil, ya'ni sirg'aluvchi, rohova sifatiga ega. Musrif, sim, sim, bunda ham mimda bayniya sifati bor, bir xil muddatda talaffuz qilinadi. Simsim ham emas, simasim bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Sim, sim, birinchi bo'lak sim qanday aytilgan bo'lsa, ikkinchi bo'lagi ham xuddi shunday talaffuz qilinadi. Aslama, aslama, singa e'tibor qaratamiz. Yuslimu, yuslimu, bu yerda ham demak lab o'zgarishi sodir bo'ladi. Dars so'ngida ko'rsatib beramiz. Labimiz zammada qolib ketmasligi lozim. Yuslimu va ayni paytda sirg'alib turishligi lozim bo'ladi. Istaysara, istaysara, bu yerda ham mana sin ham, ya ham rahova sifatiga ega, ya'ni sirg'aluvchi, muddati ham bir xil talaffuz qilinishi kerak. Istaysara bo'lsa ham bo'lmaydi, istaysara desak ham bo'lmaydi, harflarning muvozanati buziladi. Istay, mana shunday. Istay, muddati bir xil. Istaysara va yana ham qalqala qilib qo'yish holatlari uchrab turadi. Shundan ham ehtiyot bo'lish lozim. Istaysara bo'lmaydi. Tay, tay sirg'alib turish kerak.
Yastaysiru. Yastaysiru. Bu ham istaysarodagi tanbihotlar qo'llaniladi. Sa, si, su, bas, sam, sir, sin, sil, safar, saqar, sabaq, salaf, samak, faros, maslak, maskan, muslim, musrif, simsim, aslama, yuslimu, istaysara, yastaysiru. Demak, bugungi darsimiz mana shu shin va sin harfidan iborat. Bu yerdagi lab o'zgarishiga tegishli bo'lgan kalimalarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Masalan, sa, si, su deb o'tdik. Sa, si da muammo yo'q deyarli. Sa da og'zimiz yoyilishi kerak fathasida, sa, si da ham xuddi shunday, lekin su da shu u zammani aytayotgan paytimizda sinni oldin talaffuz qilib olgan bo'lishimiz kerak. Su, su. Kuzatilish mumkin bo'lgan xato su deb talaffuz qilishlikdir. Su. Zammaga birinchi chiqib olib, keyin suvni aytishlik. Su. Bunda mahraji ham buzilayotgan bo'ladi. Sifat ham mukammal, chiroyli chiqmaydi. Kalimalardan misol muslimda masalan. Muslim, mu ni aytib olganimizdan so'ng s da yana o'z mahrajiga qaytishligi kerak. Muslim. Kuzatilish mumkin bo'lgan xato muslim. Muslim bo'lib zammada qolishlik. Fotiha surasidagi mustaqim ham xuddi shunday. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, mustaqim bo'lib ko'pchilikda ayrimlarda mustaqim, unda sin yo'g'onga ham o'xshab qolishi mumkin. Shu zammani aytib bo'lganimizdek. Ayni paytda lekin sinda labimiz o'z o'rniga qaytish kerak ekan deb zammani ham yo'qotib qo'yishdan ehtiyot bo'lish lozim. Masalan, siratal mustaqim ham bo'lib qolish ehtimoli bor. Mustaqim. Yo'q, mni zammasini to'la aytib olib, mu so'ng singa qaytiladi. Mustaqim. Bu yerdagi muslim ham xuddi shunday. Muslim bo'lib qolmasligi kerak. Mu ni talaffuz qilib keyin singa o'tamiz. Musrif ham xuddi shunday. Musrif. Musrif emas, misrif ham emas. Musrif. Yoki yuslimu ham xuddi shunday. Yuslimu emas, yuslimu. Yuni aytib olganimizdan keyin sinda yana labimiz yuslimu deb talaffuz qilinadi. Shda ham masalan xuddi shu o'zgarishlar bo'ladi. Shu deb talaffuz qilinmaydi. Shu. Bu yerda shukruga e'tibor qaratishimiz mumkin. Shuk k da ham k ko deb talaffuz qilmaymiz. K bo'lganligi uchun shuk da ham k ni o'z mahrajiga qaytishlik kerak. Kuzatilish mumkin bo'lgan xato shukru. O'sha zammani aytgan holatimizda k da qolib ketib qolishi mumkin. Shukru. Mushtahir masalan. Mush bo'lib mushtahir bo'lib qolmaydi. Mushtarak ham xuddi shunday. Demak, qisqacha bugungi darsimiz mana shu harflardan va mana shu mavzulardan iborat. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.